Cheksiz mijozlarni qabul qiluvchi, jalb qiluvchi ajoyib Cimarron amaliyoti. Buning uchun bizga toza asal kerak bo'ladi. Do'koningiz yoki ofisingiz ostonasiga ozgina asal surtasiz. Agar onlayn ishlaydigan bo'lsangiz, onlayn vizitnik kartochkangizga yoki onlayn resursingizga asal surtayotganda ovoz chiqarib shunday deysiz: xushbo'y, yoqimli asalimga keling odamlar. O'zingizdan qimmatbaho oltin pullarni qoldiring va qayta xarid uchun keling. Minnatdorchilik bilan siz nima sotsangiz shularni birma-bir sanang. Mana shu mahsulotlarimni xarid qiling. Shirin so'z va pullaringizni qoldirib keting. Ha, shunday bo'lsin, ilohim shunday bo'lsa 27 ga 108 deb amaliyotni yakunlaysiz. Ishonavering, bundan keyin mijozlaringiz shunaqangi asalaridek ko'payib kelishadi. Bundan ham ko'p amaliyotlar bizni Telegram kanalimiz linki esa opisaniyada qoldirilgan.